1 daqiqada Instagram storiesiz uchun telefon bilan to'g'ri videoga olishni o'rgatib qo'yaman. Katta bloger bo'lib ketganingizda eslab yurasiz. Eng birinchi o'rindagi ishimiz har doim videoga olishdan oldin kamerani artish. U toza bo'lsa ham, 5 daqiqa oldin artilgan bo'lsa ham, video tiniq ko'rinayotgan bo'lsa ham, birinchi qoida har doim kamerani artamiz. Ikkinchi qoida telefonni to'g'ri ushlashimiz kerak. Mana bunaqa yoki mana bunaqa turganda kadr sifati buziladi. Tavsiya telefonni ko'zingizga proporsional ushlang. Uchinchi qoida videolarni har doim asosiy kamerada olishga harakat qilamiz va xuddi men ko'rsatganimdek telefonni ushlaymiz. Xuddi shunaqa syomka qilishni o'rganib olsangiz, videolaringiz xuddi blogerlarnikidek chiqadi. Faqat bu bilan ishingiz to'liq bitmaydi. Videolaringiz zo'r chiqishi uchun kamera nastroykangiz ham to'g'ri bo'lishi kerak. O'zim ishlatadigan kamera nastroykasini sizga tekinga berishim mumkin. Uni olish uchun menga obuna bo'lgan holatda kommentariyada kamera so'zini yozib qo'ysangiz, direktingizga yuborib qo'yaman. Aytgancha video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni esdan chiqarmang. Jigar